turibdi. Assalomu alaykum, mehr oqibat kanallashadi obunachilar. Sizlar charchamayapsizlar. Boringlarga shukr. Qo'llab-quvvatlayotganlaringga kelganinglarga rahmat. Tanzorlar sog' bo'lsin. Ana suyunchi beradi. Men manaqa cho'ntaklari bor, anaqa nima deydi? Cho'ntaklari bor. Ishton kidirib kelpa shortik bunga. Cho'ntagi bormi buni? Qani? Cho'ntagiga 2000 talik sig'ar qolasiz. Sig'oradi. Bu qani endi pulam. Obunachilar, bu bo'lajaqman ko'rmagandim-da endi. Ko'rmasdan anaqa qiladi-yu, oti nima? Nima deydi sizlarda? Anaqa nima deydi? Qali. Ayas ko'rib bo'lmas otni. Topaman bunday paypaslab yurib. Obunachilar juda qiyin bo'lyapti, lekin harakat qilyapman. Birinchi nima chiqdi, men ko'rmay qoldim obunachilar. Mana ikkita chiqdi, ikkalasini ham beraman. Men mardman. Bittasini qaytarib solib qo'ysam ham bo'lardi, lekin bunga qo'lingizni uzatayapsiz, ha? Cho'ntagizni solib qo'yaman. Men cho'ntagimni qilyapman. Mana ko'rsiz, orqa cho'ntaklari ham bor. Mana, men. Nima qilasiz buni? Ha? Nima qilasiz? Yo'qyapti, kelmay solib qo'yamiz. Obunachilar, Ko'rmana deydi. ko'rmana. Sizlarda nima deydi? Sizga ham nasib qilsin shunaqa farzandlar. Guvoh qo'yinglar. Nima qilmay? Obunachilar, pochamiz bilan mana opamiz kelishdi, xabar olib. Ha? Pampers kerak. Nechta pampers kerak? Endi bitta pachka pampers keladi. Mana obunachilar bemalol Bitta pachkada pampersni olib. juma kuni finalga kelishlaringga ham mana dasmiya bo'libdi. Rasmiy bo'ldi, xudo xolasa. Anaqa. Juma kuni birga kiradi, xudo xolasa. Otamjon tug'ilgan kunimiz to'y kuni tug'ilgan bola, mana shu. Ha? Uyatga pul bersangiz uyatga ketarga turishdi. Ha? Obunachilar, qattiq ish ketyapti. Rustam akam proyekt qilyapti. Mana biz kelib Farg'onadan qo'llab turibmiz. Yana juda ko'pchilik Andijon xalqi ham befarq bo'lmayapti. O'zi andijonliklar, mardli insonlar. Biz nechta proyekt qilgan bo'lsak, shu yoshimizga doğru Andijonda hammasi yashnab gullagan. Xabar olish, usta yo'qlarda degan narsalar betlarda o'ta oliy toifada. Shuning uchun hozir akam bir qator bo'layotgan ishlar ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Hozir mana o'sh Hojiakam Namangandan kelgan, bittasi Quvadan kelgan hasharga. Mana akalar Qo'shariqdan kelgan. Qattiq ishlashyapti. Bu yo'lam, bu akalarmi? Mana So'ppili aka bilan mana aka Qo'shariqdan kelgan. Kepkali aka Quvadan, Naldopili aka Namangandan kelgan kecha. Qattiq ish bo'lyapti. Ichkarida ham bir 30 taga yaqin odamlar bor. O'zini gapirib bo'lsa ham qator ko'rsatib chiqing aka. Otib qo'ymay. O'lib qolsa nima bo'ladi? Proyektlar kim qiladi? Qani bering bitta ko'raychi. Muhammad nima edi otlari? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Bitta ko'ray. Ko'raman qayta. Rustam akam kelsa, faqat otib olmaylar yana. Otibman ama qo'ling. Peshaningdan darcha ochib qo'yaymi bunday qilib? Baq. Qo'ling ko'tar. Ko'tar qo'lingni. Qo'ling ko'tar. Orqaga qil qo'lingni. Obunachilar, biz ham yosh bola paytimizda pistoletlar o'ynardik. Hozir buni otadiganlarni ham chiqib ketdi. Otinchiman, faq qilinchiman. Faq qiling. Video qilib tashlab qo'yaman. Uyimizda bir 100 ta mana pistolet bor. Bilmam bir 30 ta velosiped bor. Mana katta o'zingiz kim bo'lasiz? Bog'chaga chiqasanmi deng? Mana qarang, katta o'zingiz kim bo'lasiz? Bog'chaga chiqasanmi? Bog'chaga borasizmi? Mani tanidingizmi? Ha? Sizdan mani maruzxonada maruzlanganimizni demoqchi edim. Qo'lingga nimalar yopishtirib olding? Aka, bulardan yoshligilarda turib o'tirgan biz yopishtirmaganmiz amma. Voh, Siz nechinchisiz? Men 87. 87 o'siz. Biz xizmatdan kelgan paytlar tug'ilgan ekansizlarda. 87 2 yillik. Yo'q, armiyaga borganmisiz? Yo'q, hazırlashyapsizmi? Otamjon aka deymanmikin bunda? Ha, bemalol. Otamjon aka deb. Jo'latimi, singlim. Obunachilar bir chirib ko'rib chiqinglar, biz gaplashib turamiz, ha?
Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, sog'lar, yaxshimi, charchamayapsizlar. Mana bugun Xudo xolasa Hotamjonni proyektiga keldik, aylanib. Hozir qurilishlar bo'lyapti ekan, ancha remont tugab qolibdi. Juma kuni final deyapti. Ana shunga bir yo'qlab keldik. Juma kuni agar momolar hamma bo'lyapti. ishda bo'lmay qoladigan bo'lsak, uyda bo'ladigan bo'lsak, agar kelamiz finalga. Hozir nima ishlar qilayotganini kuzatib boramiz, ustolar ko'rsataman. Boshidan stachka qilyapti, ustalar. Mana shuni aylantirib, bu tanqis ekan to'g'risi. Assa 35 bo'lyapti. Yo'qsa mo'yli ranglari sepchyapti mana. Ustalar. Ular ancha dorozani olmatibdi. Doroza qo'yishibdi. Sahnasi tashkil bo'layotganda ular bir xona, ikki xona uyda pastda bitiribdi bu tomonni. Bu tomonda mana ko'chatlarni ekib, shirangadan sug'uradigan qilib chiroyli qo'yibdi. Mana shu bola shidagi bilan qiyin bo'ladi. Mana shu yerda yotoqxonasimi ekan? Narsalar mehmonxonasi, yotoqxonasi. Bunaqa podvallik qilib, endi podvallik qilmasa bo'lmaydi, kimni do'mpa. Ko'rdinglarmi? Mana bir xonasi. Bunisi oshxonasi bo'lsa kerak, oshxonami deb shunaqa. Oshxonasi qilar ekan. Tepa tomon tandir, bochka. Ochiq so'rcha o'zlariniki yoki bu. Nokia, havlu. Biraz mana yerda detski yotoqxonalar ekan. Ular eplab shularni qo'llab-quvvatlab turganlar bilan mana Hotamjonni oldik, boringlar deyildi. Keldik. Atriyni qaranglar. Nasib barat ekan, plastikani bo'yinlardi. Ish qo'zg'on bo'lyapti ekan, xudo xolasa juma kuni final deyapti. Ko'rganlar, eshitganlar nomerlarni qo'yib ketamiz. Telefonlashib bemalol kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Tuzimsizlar, sog'liklar, yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Mana Hotamjonni oldiga borib keldik. Kechagi kuni videoni qo'ysam 7 minutlik video ekan. Ana shunga ulab qo'yay dedim. O'tgan safar ham video qo'ysam to'g'ri qo'yibsiz. Bilan ekan deb ko'pchilik gapiribdi. Endi videoni ulab qo'yishim boisi, hurmatli obunachilar, status ko'tariladi. Ana shuning uchun 10 minut, 11 minutlik video qilib qo'yapman. Hozir uyimiz orqa tomonini g'o'zapayalar, o'zingizlar bilasizlar, qishloq sharoitida g'o'zapaya haligi o'tin teraklar mana les bo'lib yotibdi. Shaxlarni chiqarib orqa tomonga bosuvdik. Uni hozir 2 yil oldin bosganmiz. Uni og'izlayapman hozir. G'oz baqqanman, g'ozni ham uyoq qilgandim. Ularni olyapmiz ustalar bilan. Hozir ko'rsataman nimalar qilyapti. Qo'lingizni urib oldingizmi? Bo'ldi, hozir beraman oğlum. Mana yerda shunday qilib turib, netgadir mana qasiga beton qo'ydim. Bu tomonga beton qo'yib, mana shu setkani, shu dakalar uchun bunday aylantirib qo'ydim. Setkani urib chiqyapman. Endi bu yerda o'sha g'o'zapaya bosgandik, uyda orqasiga deb. G'o'zapayani bu tomonga olib o'tdik. Bu yerga g'ozni uyasini qilgandim. G'ozga uya qilgandim. G'ozlar ham 2 yil bo'lyapti, yo'qolib ketdi. Endi yig'ishtirib ketdi. G'o'zapayani olib yonboshini. Endi hamma uyda pechka yaqiladi, qishloq sharoitda pechkani kunlarini hozir orqaga olib toshyapman. O nariyoqqa chuqur qilganmiz. Mana u haligi qurib qolgan beheylar. Boshqa. Mana tutlar ham pishib qoldi. Mana yerda sliva bor. Slivalar. Muat Yusuf yiqilasiz o'g'lim. Mana shunday qilib eniga 30 qildim, bo'yiga 30 qilib aylantirib quyib chiqdim. G'ul o'tib ketyapti. Anvar akam padariga qolgan. Bu yog'i mana les desa ham bo'laveradi. Mana Muhammad Yusuf yuribdi.
Oğlum. Maylar, shahlar bor edi, shu g'o'zapalardi. Qayrag'achlar. Amakimlardi. Orqa tomoni. O'rab qo'yishgan. Chetga xudo xolasa endi shunday qilib turib, shu uni burchakdan dakanga joy qilyapman. Eshik qilyapman, eshikni ochib turib, oğlum, hozir beraman. Multfilm ko'raman deyapti bolam. Muhandislik. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, hurmatli obunachilar. Videolarga like bosib, ko'proq kommentariya yozadigan bo'lsanglar. Kimga tuxum kerak bo'lsa, nomerlar qo'yib o'tib ketaman. Tuxumlar bor. Hozir bir makiyon olib kelganman, makiyonni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Qashqadaryodan bir akamiz, obunachimiz makiyon jo'natib yubordi. Oğlum, mana yerda, mana biz uyimiz oldida, mana yerda ariq o'tganda, hurmatli obunachilar. Anhor deydi, ko'pchilik anhor deydi, bizda aro deydi. Endi bu yerda paynapam qilib qo'ydim deb qilib, o'tadigan qilib, bu tomonga o'tadigan qilib. Mana. Mazza tabiat. Mana lesga o'xshaydimi? Bu yog'i mutta shunaqa terak bor edi. Kesib yo'qotdim, ochdim, nariyalar. Ana quli. Keng dalada, yo'da chek ashaqqa tashlayapti.